Real Madrid yana bir bor Chempionlar Ligasida Manchester City'ni jazoladi. Santiago Bernabeu'dagi o'yinda madridliklar 3-0 hisobida g'alaba qozondi va uchrashuv qahramoniga Federico Valverde aylandi. Urugvaylik yarim himoyachi birinchi bo'limdayoq hat-trick qayd etib, Pep Guardiola jamoasini juda qiyin vaziyatga tushirib qo'ydi. Assalomu alaykum. Bugun biz aynan shu o'yin Real Madrid va Manchester City o'rtasidagi Chempionlar Ligasi bahsi haqida gaplashamiz. Agar siz futbol yangiliklari va qiziqarli tahlillarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'yin boshida Manchester City tashabbusni qo'lga olishga harakat qildi. Guardiola jamoasi tezkor hujumlar bilan Real Madrid himoyasini sinab ko'rdi. Jeremy Doku qanot orqali bir necha bor xavfli vaziyatlar yaratdi va dastlabki daqiqalarda mehmonlar o'yinni nazorat qilayotgandek ko'rindi. Ammo o'yinning burilish nuqtasi 20-daqiqada yuz berdi. Real Madrid tezkor qarshi hujum tashkil qildi va darvozabon Thibaut Courtois uzoq uzatma bilan hujumni boshladi. Top Valverdega yetib bordi va u sovuqqonlik bilan vaziyatdan foydalanib hisobni ochdi. Bu gol o'yinning ritmini butunlay o'zgartirdi. Oradan 7 daqiqa o'tib Valverde yana sahnaga chiqdi. Maydon chetidan topni nazorat qilgan urugvaylik futbolchi kuchli zarba bilan darvozani ishg'ol qildi va hisobni 2-0 ga yetkazdi. Birinchi bo'lim yakuniga yaqin esa Bernabeudagi muxlislar yana bir ajoyib lahzaga guruh bo'lishdi. Havodan kelgan topni Valverde juda chiroyli tarzda qabul qilib oldi. Himoyachini ortda qoldirdi va voley zarbasi bilan darvozani ishg'ol qildi. Shu tariqa u birinchi bo'limdayoq hat-trick qayd etdi. Manchester City ikkinchi bo'limda vaziyatni o'zgartirishga harakat qildi. Erling Haaland bir necha bor xavfli vaziyatlarga chiqdi, ammo Real Madrid himoyasi juda tartibli o'ynadi. Darvozabon Thibaut Courtois ham bir necha bor jamoasini qutqarib qoldi. Uning muhim seyvlaridan biri City'ning gol urish imkoniyatini yo'qqa chiqardi va o'yinning borishini o'zgartirdi. Bu o'yinda yana bir e'tiborli jihat Abduqodir Husanovning o'yini bo'ldi. O'zbekistonlik himoyachi uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va to'liq 90 daqiqa maydonda harakat qildi. Shu tariqa Real Madrid Chempionlar Ligasi play-off bosqichidagi muhim o'yinda Manchester City ustidan 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Endi Pep Guardiola jamoasini javob o'yinida juda qiyin vazifa kutmoqda. Sizningcha Manchester City javob o'yinida comeback qila oladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.